Serdar Shozod Rustamov siz bo'lasiz. Siz nima maqsadda keldingiz? O'tish uchun kredit chiqarib qo'ygan edim. Asbob uskunalar qaytarmoq. Asbob uskuna bilan biznes qilmoqchisiz. Bu imtiyozli kreditimiz bo'yicha bizlar mutaxassisimiz Yakuba Nodira sizni kredit shartlari bilan to'liq tanishtiradi. Kredit foizi, yili, muddati, to'lov grafigi, tartib bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira. Oladigan kreditimiz Prezidentimiz 149 qaroriga asosan beriladigan kredit. Bu imtiyozli kredit. Siz oladigan kredit qayta ta'mirlash uchun asbob ustunaga kredit olyapsiz. Bunda siz 36 oyga 6 imtiyozli davr bilan olyapsiz. Siz bu kreditni sizga ajratib berganimizdan keyin buni monitoring nimalari bor. Bir oydan keyin sizga monitoring chiqib uyingizda sizni o'rganib keladi. Asbob uskunalaringizni ko'rsatib berasiz olganingizda. Keyin o'z vaqtida